Marvel kinolarida Saga Бесконечности. supergeroylar. Sana geroying originalniy Mstители sostaviga kirganmi? Yo'q, kirmagan. Original Mstительlardan emas. Sizni geroyingiz galaktika himoyachilaridanmi? Yo'q. Sana geroyinda mistik sila bormi qanaqadir? Desa ham bo'ladi. Desa ham bo'ladi. Bo'lmas. Uyab bormagan bo'lsangiz bo'ldi. Sizni qahramoningiz ucha oladimi? Yo'q. Bu ucha oladi. Personajning anti-geroymi? Yo'q. Sizni personajingiz серьёзныйmi? Yo'q. Bu shunaqa geroylar bor. Точно. Sani personajning kosmosga aloqasi bormi? Bor. Kapitan Marvel? Yo'q. Kim bo'lmasa? Yes, Groot. Mistik silasi yo'q uni. Anaqa yuvib ketib qaytadan tirildi-ku. Yo'q, uni rasasini особенности. Xorron bo'ldi, kommentga yozib qo'yinglar. Sizni geroyingiz taxmin qilaman, siz yaxshi ko'rgan Loki. To'g'ri, lekin sen noto'g'ri o'ynading. Kommentga yozib qo'yinglar. Lokini yaxshi ko'radilar, buni bilaman. Xayr.